Agarda yaxshi ko'rgan insoningiz, munosabatlaringiz bo'lsa, shu narsalarni adekvatniy deb toparmidingiz? Ha bo'lsa, barmog'ingizni buking. Yaxshi ko'rgan insoningiz tengdosh emas, balki 5 yoki 10 yosh katta bo'lsa. Barmog'ingizni buking. Agarda yaxshi ko'rgan insoningiz bilan barcha rasxodlarni 50/50 to'lash, bu siz uchun adekvatniy bo'lsa. Yaxshi ko'rgan insoningiz bilan bir-birovilarni, geopozitsiyalarni tekshirib, bilib yurish, bu adekvatniymi? Munosabatlarda bo'lib, 2-3 kunlab gaplashmay, hol-ahvol so'ramasdan yurish. Barmog'ingizni buking. Agarda yaxshi ko'rgan insoningizni telefonini so'ramasdan tekshirib yurishni to'g'ri deb bilsangiz. Adekvatniymi sizdan oldingi munosabatlar, o'tmish haqida suhbat qurish? Barmog'ingizni buking. Agarda yaxshi ko'rgan insoningiz yomon odatlarni tashlashini talab qilishingizni to'g'ri deb bilsangiz. Yaxshi ko'rgan insoningiz bilan munosabatlarda ikkalovinglar har xil dinga e'tiqod qilishinglar to'g'rimi siz uchun? Barmog'ingizni buking. Agarda yaxshi ko'rgan insoningiz sizni boshqalar bilan muhokama qilishini adekvatniy deb bilsangiz. Turmush qurgandan keyin turmush o'rtog'ingiz bilan uchrashuvlarga chiqmay qo'yish, bu adekvatniymi? Barmog'ingizni buking. Agarda ham o'g'il bola, ham qiz bola o'rtoqlaringiz bo'lishi adekvatniy bo'lsa. Nechta barmoq buqqaninglarni kommentariyaga yozinglar.